Turg'un Kermag'ama sohil fuqarosi yig'inida ekologiyaga qaraydigan insonman. Kecha gaz keldi, 3ta ko'chaga berdi. 5-chi, 6-chiga berdi. 4-chi ko'chani tashlab ketishdi. Hali mahalla komitetdan 5 kirasan degan ekan, 5 bilan 6 ga o'tib ketdi. Kechqurun 5 ta bola ortib qo'ygan ekan, bizni ko'chaga keldi, 5 ta bolani berdi-da, undan ham bittasi nari ko'chaga berib yubordi. Yarmini oldilari yo'qlar deydi mahallaganda. Bizga 4 dona gaz berildi xolos. Qolgan fuqarolarni hammasi turibdi. Endi ertaga pishadi deydi. Ishga ketadigan insonlar ololmaydi gazni. Kechqurun telefon qildim Jahongirga. Ertalab kiradi dedi. Endi 639 da gaz qolgan ekan. Polni gazi bilan turdi kechasi bilan. Endi u gazni bilmayman, amma xolasiga berdimi, tog'asiga berdimi? Boshqa qachon deyapti. Nima qiladi odamlarni aldab? Men ikkinchi gruppa invalidi bo'lsam, hokim buva. Qayerga qarayapsiz? Unaqa xodimlarni ichida olib tashlay. Xalqqa aldaydigan xodimlarni. O'ktabi ham kerak emas, Jahongir ham kerak emas. Xalq aldaydigan. Mana xalq qarab turibdi mana. Hammasi gaz ballon chiqarib qo'ygan tashqariga. Ertalab jo'nataman dedi 639. Hozirgacha. Endi 639 ni boshqa mahallaga chiqazaman deyapti. Bitta mahalla komitet tugatmaydimi? Keyin ham boshlamaydi boshqa yerda. Hokim bu agar shu videoni ko'rsangiz, xafa bo'lmang. Qattiq chora ko'ring. Raygazi boshliqlariga injener yo'q. Taktikini almashtirish kerak bo'ladi. Pullari ko'payib ketsa kerak. Chipchitini eshitib qoldim, 150 mingdan gaz sotyapti ekan mollari. Ammo men topib ildiziga yetsam, sutga berib olaman bo'ladi. Bir dona gazni 150 mingdan sotyapti. Bo'ldi? Ha, bo'ldi.